Bugun ko'pchilik mulk xarididan oldin yuristga murojaat qilmaydi, lekin muammolar paydo bo'lganidan so'ng advokat izlab qoladi va bu be'tiborlik qanday yo'qotishlarni olib kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Hammaga tanish vaziyat: orzudagi kvartira yoki avtomobil topiladi, hayajon baland, reklama ko'zini ko'r qilgan va faqat bitta xohish: tezroq bitimni yakunlash, tezroq bitimni imzolash. Shartnoma imzolanadi, lekin uni chuqur o'rganish unutiladi va keyin hammasi boshlanadi. Hammasi umid qilganchalik ideal emas ekan. Keyin nima bo'ladi? Aldamchi sotuvchining nayranglari ma'lum bo'ladi. Mulkida yashirin kamchiliklar paydo bo'ladi. Shunda aynaysiz. Agar yuristga oldinroq murojaat qilganingizda ushbu muammolardan himoyalangan bo'lardingiz. Nega odamlar yuristlarni chetlab o'tadi? Bunga bir necha sabablar bor. Yuridik tekshiruvning ahamiyatini tushunmaslik. Ko'pchilik bitim foydali tuyulsa xatar yo'q deb o'ylaydi. Yurist maslahati ortiqcha xarajat deb o'ylaymiz. Lekin bu tejamkorlik keyinchalik qancha qimmatga tushishi mumkin. Haddan tashqari ishonch sotuvchining halolligiga yoki o'z tajribasiga suyanamiz. Aslida esa bu hamma vaqt ham ish bermaydi. Nima qilish kerak? Shartnoma imzolashdan oldin o'zingizga savol bering. Pul va vaqtimni xavf ostiga qo'yishni xohlaymanmi? Yuristga murojaat qilish bu shunchaki rasmiyatchilik emas, bu manfaatlaringizning haqiqiy himoyasidir. Esda tuting, yuristga bir marta haq to'lash keyin xatolarni tuzatishga ketadigan vaqt va mablag'dan ancha arzon. Huquqlaringizni himoya qiling, mutaxassislarga ishoning.